Xavfsiz va sog'lom yurt tezkor profilaktik tadbirlari yurtimiz bo'ylab davom etmoqda. Uning doirasida Buxoro viloyatining G'ijduvon tuman ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan taqiqlangan ekinlarni yetishtirish va giyohvandlik vositalarini qonunga xilof ravishda saqlab kelayotgan shaxs aniqlandi. G'ijduvon tumanining Havzak mahallasida yashovchi fuqaroning yashash xonadon xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganda tomorqa yerida tarkibida giyohvandlik moddasi bo'lgan taqiqlangan ekin hisoblangan 20 kilogramga yaqin 35 tub ekilgan hamda 7 kilogramdan ortiq bo'lgan 49 tub quritilgan holatdagi kannabis o'simliklarini qonunga xilof ravishda parvarishlab kelayotganligi ma'lum bo'ldi. Shuningdek, xonadondan 82 grammga yaqin marixuana giyohvandlik vositasi hamda 2 ta gugurt qutisida mazkur o'simlik urug'lari topilib, tegishli tartibda hujjatlashtirib olindi. Surishtiruvlar davomida aniqlanishicha, gumonlanuvchi mazkur giyohvandlik o'simliklarini qonunga xilof ravishda yetishtirib, yashash manzilida saqlab kelgan. Hozirgi vaqtda mazkur holat yuzasidan gumonlanuvchiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 270-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda.